Bugungi kunda, ayniqsa hozirgi vaqtda virusning shamollashlar davri bo'lganligi sababli turli xil ayniqsa viloyatlarda bolaga isitma bilan murojaat qilgan holatda birdan deksametazon bilan kapelnitsa qilish holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Deksametazon bu virusning shamollashni davo taktikasiga kirmaydi. Bu kuchli gormonal dori bo'lib turib, bu nafaqat buyrak usti bezini ishini pasayishiga, balki immun sistemasini ham pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli bunday bemorlarda shifokor nazoratisiz o'zboshimchalik bilan yoki bo'lar bo'lmas yoki oddiy shamollashga deksametazon ishlatish qat'iyan man qilinadi. Bu ko'proq suyuqlik ichish va pediatr ko'rigidan o'tish va ko'proq isitma tushiruvchi dorilarni berib turganda virusli shamollash o'z-o'zidan ham o'tishi mumkin. Gormonal tarkibli dorilarni, ayniqsa kuchli gormonal dorilarni va antibiotiklarni shifokor nazoratisiz va tavsiyasiz ishlatishni to'xtating.